Assalomu alaykum hurmatli sport muxlislari, qadrli teletomoshabin do'stlar. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining sport telekanali poytaxtimizdagi Universal sport majmuasida tashkil etilgan badiiy gimnastika bo'yicha Jahon kubogidan reportajini davom ettiradi. Aytish kerakki, bugun musobaqaning so'nggi kuni, demakki, aksariyat yo'nalishlar bo'yicha g'olib va sovrindorlar aniqlanadi. Biroz muqaddam yakkali bahslarda sportchilar kaptok bilan mashq bajarish bo'yicha o'z imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishgan edi. Birozdan so'ng esa terma jamoalar o'rtasidagi bahslar start oladi. Unda albatta O'zbekiston terma jamoasi bor. Bilasiz, O'zbekiston terma jamoasi muntazam ravishda aynan Jahon kubogida nafaqat yakkali bahslarda, individual yo'nalishlarda, balki jamoaviy yo'nalishlarda ham yuqori natijalarni qo'lga kiritib kelmoqda. Kecha ham ikkita predmet, ya'ni kaptok va halqada mashq bajarish bo'yicha vakillarimiz yuqori natijani qo'lga kiritishgan edi, muvaffaqiyatli o'tishgan edi. Aynan ana shu saralash bosqichida muvaffaqiyatli o'tishgan edi. Va bugun ham vakillarimiz ana shunday o'ziga xos navbatdagi yo'nalish bo'yicha bahslarda ishtirok etishga tayyor. Ayni daqiqalarda barcha terma jamoalar kabi hamyurtlarimiz ham so'nggi tayyorgarlik mashg'ulotlarini olib bormoqda. Bu borada aynan mana shu bosqichda Qozog'iston, Fransiya, O'zbekiston, Germaniya, Xitoy, Polsha, Meksika, Qirg'iz Respublikasi vakillari aynan mana shu bosqichda jamoaviy yo'nalishda o'zaro kuch sinashadi. Aynan mana shu jarayonni siz bilan birgalikda biz aynan badiiy gimnastika bo'yicha sport ustozi Azizaxon Saidmahmudova bilan birgalikda har doimgidek kuzatib boramiz. Marhamat Azizaxon. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz aynan final bosqichlarining jamoaviy chiqishlarini tomosha qilamiz va birinchi chiqishlar Qozog'iston terma jamoasiga tegishli bo'lgan va ular 5 ta tasma bilan o'z chiqishlarini bajarishadi. Demak, biz bu jarayonni kutib qolamiz. Azizaxon, tasma biroz murakkabligini yakkaliklarda aytib o'tishar edi mutaxassislar. Jamoaviyda qanday endi bu narsa? Jamoaviyda 2 barobar qiyinlik yuqori darajada. Chunki aynan tasma 5 ta qiz orasida otiladi, beriladi va hokazo, va ularni ushlab olish, tutish, ayniqsa lenta juda ham uzun, 6 metrligini biz bilamiz va uni aylantirish va uni boshqarish juda ham qiyin. Ayniqsa 5 ta qiz bitta gilamda bo'lsa, bir-biriga xalaqit berib qolish mumkin, kutilmaganda. Ayniqsa lenta bir-biri bilan otayotgan paytda aylanib qolishi mumkin. Faqat o'zi bitta lenta tasma va balkida o'sha otayotgan paytda 3 ta 4 ta lenta bog'lanib qolishi ham mumkin. Agarda bo'lgan-a bunaqa voqea? Bo'lgan, shunaqa voqea bo'lgan. Demak, bunga alohida e'tibor berish kerak. Ana shu belgilangan masofalarni ham doimo nazorat qilib turish kerak sportchilar. Albatta, bir-biriga yaqin turib qolsa, otgan paytida lentalar, tasmalar bir-biriga bog'lanib qolishi hech gap emas. Buni hattoki yakkalikda ham ko'rdik. Qirg'iz Respublikasi vakili kechagi mashqlarda hattoki yakkalikda ham ko'rdik. Endi jamoaviyda tasavvur qilyapman. Maydon u qadar katta emas, 5 nafar sportchi harakat qilganda uning ustiga bosim katta, hayajon katta, istalgan paytda kichik xatolar katta jarimalarga sabab bo'lishi mumkin. Va eslatib o'taman, yana bir bor tasma mabodo aylanib qolsa, bog'lanib qolsa, uni yechmasdan davom etsa, bunga har bitta elementni yechib borishadi hakamlar. Agar yechaman desa, murakkabroq bog'lanib qolgan bo'lsa, endi tasavvur qiling, 2,5 daqiqa ichida mashq bajarilishi shart, yakunlanishi shart. Agar ana shu jarayonda to'xtalish bo'ladigan bo'lsa, juda katta bir jarimalarga sabab bo'lishi mumkin. Hozir esa Qozog'iston Respublikasi vakillarini kutib olamiz. Ana shu 5lik, demak, Qozog'iston terma jamoasi tarkibida harakat qiladi. Birozdan so'ng ularni biz batafsil tanishtirib o'tamiz. Demak, ular mana shu mashqni bajarishga shay va kuzatamiz.
bo'lsam, Qozoqqa xizmat etmay qo'ymayman. Menimcha juda ham yaxshi, xatosiz bajarishdi. Казахстан Group Team. Demak, Кристина Чекульская, Жасмин Жунусбаева, Айзера Кенгес, Аида Хакимжанова Мадина, Мирзабаян, Айзера Нурмагомедова. Demak, Qozog'iston terma jamoasi tarkibi tanishtirildi. Tanishtirildi. Eslatib o'taman, Qozog'iston terma jamoasi yosh sportchilardan biri, chunki terma jamoadagi yoshlar 2007 va 2008-yildagi sportchilar. Shu o'rinda Azizaxon bir narsani ham eslatib o'tish kerak. Bundan sanoqli kunlar muqaddam, ya'ni 20-aprelda tug'ilgan, aprel kuni tugagan Bakudagi musobaqada Jahon Kubogining ikkinchi bosqichida aynan mana shular xuddi shu tasma bilan mashq bajarish bo'yicha 3-o'rinni qo'lga kiritishgan edi. Xitoy birinchi bo'lgan, Isroil ikkinchi, qozog'istonliklar 3-chi bo'lgan edi. Mana shu aynan mana shu ishtirokchi qizlar. Mana hozir ham aynan ana shu sport formasini ushlab turganligini va yuqori kayfiyatda ushbu musobaqaga so'nggi tayyorgarlikni olib borganligini amalda ko'rsatish orqali qozog'istonliklarga ham menimcha qulay. O'zbekiston qo'shni davlat, xuddi o'z uyidek bo'ladi. Bizkilar ham Qozog'istondagi musobaqalarda shunday o'zini his qilishini aytishadi-ku. Albatta, to'g'ri gapingizga qo'shilaman. Eslatib o'taman, kecha va o'tgan kuni bo'lgan natijalarga qaraganda Qozog'iston terma jamoasi 5-natijada ko'p kurashda bo'ldi va 5 ta tasma bilan 3-o'rinda edi va 3 ta to'p va 2 ta halqa bilan 7-o'rinda edi. Mana endi medal uchun bahs va ularga qo'yilgan ballar e'lon qilyapti. 20, 100dan 22, 100dan 20 va ular o'z-o'zidan jarima bor ekan, jarima bor. Bu jarima lenta bog'lanib qoldi. Bir marta o'ziga yaqin oldi lentani va lenta tanasiga ozgina tegani uchun bog'lanib qoldi. Lekin silliq chiqib ketishdi ana shu jarayondan. Endi Fransiya terma jamoasi tarkibi chiqib keldi maydonga, qadrli muxlislar. Kuzatamiz yevropaliklarni. Fransiya terma jamoasi 6-natija bilan kecha yakunlashdi. Demak, finalda bor medal uchun ishga soladi. Mana endi bu final, endi final boshqacha bo'ladi.
Fransiya terma jamoasi qizlarning Fransiya. aynan tasma bilan mashg'ul kuzatdik. Representing France. Demak, sportchilarni tanishtirib o'tadi. Sportchilarning tarkibi Salome Lozano Leon, Naya Okasha and Marco Sol. Demak, tug'ilgan yillari haqida ma'lumotlar berdik. tug'ilgan yillar 2006, 2007, 2008 va 2009 Ha, demak, yoshdagi 19 bir va undan kichik yoshdagi. Ha, bir nafar sportchi bor ekan 2009-yildagi va eslatib o'tamiz, Fransiya o'tgan yili bo'lib o'tgan Jahon Kubogida Toshkentda bo'lib o'tganda Fransiya terma jamoasi ko'p kurashda kumush medalga sovrindor bo'lishgan va bitta predmetda oltin medalni qo'lga kiritishgan. Demak, Eslatib o'tamiz, o'tgan yili 3 ta tasma va 2 ta to'p bo'lgan. Nimaga deb savol berishingiz mumkin, nimaga 5 ta tasma emas? Aytib o'taman, har 4 yilda gimnastika bo'yicha qonunlar, qoidalar o'zgaradi va shu sabab predmetlar ham almashishi mumkin. Individualda juda ham kamdan kam o'zgarishlar bo'ladi. Jamoaviyda esa har 4 yil o'zgaradi. Misol uchun oldin 3 ta halqa va 2 ta para bo'lishi mumkin edi. Hozir esa 5 ta tasma. 5 ta tasma 2016-yil Rio o'yinlarida ham bo'lgan. Demak, Los Anjelesda ham aynan mana shu yo'nalishda ham bahslar o'tishi mumkin. Bitta xatoni kuzatdik. Dastur borasida nima fikrlaringiz? Qanday chiqish qilish? Mana o'sha xato bir-biriga urilib ketishdi, bunga alohida ball yechiladi. Chetdan chiqib ketishdi ham, gilamdan ham chiqib ketishdi chetga. 1795 va ular ikkinchi bo'lib chiqishdi va ikkinchi o'rindan joylashdi. Mana shu aynan ana shu xato qimmat ko'chdi. Endi biz bor e'tiborimizni ham yurtlarimizga qaratamiz. Demak, jamoaviy yo'nalish. Albatta biz medaldan umidvormiz, chunki kuzatganmiz avvallari ham vakillarimizning bu yo'nalishda jamoaviy yo'nalishlarda yuqori natijalarni qo'lga kiritishganini. Tarkibni esa bir ozdan so'ng albatta tanishtirib o'tamiz. Hozir kuzataylik. Omad qizlar.
bu O'zbekiston terma jamoasi kuzatdik hayajonda. Menimcha yaxshi bajarishdi. Bajarishdi, ayrim bir xatolar bo'ldi. Lekin gaz murakkab edi. Vaziyatdan yaxshi chiqib ketishlar, natijadan silliq bildirmaygina o'tib ketishga harakat qilishdi va buni uddalashdi ham. Endi qolganini albatta hakamlar xulosa qilib berishadi, xulosa qilib baholab, ballab berishadi. Bizning ishonchimiz, umidimiz albatta yuqori o'rinlarni birini band etadi degan umiddamiz. Sportchilarimiz ham juda katta hayajon bo'ldirishdi. Mana murabbiylar Ra'no Timurova va Luiza Ganiyeva eslatib o'taman. Luiza Ganiyeva Ra'no Timurovnaning assistenti, ya'ni yordamchisi ham bo'ladi va o'zi ham mana shu jamoaviy chiqishlarda o'z faoliyatini olib borgan va 2016-yildagi Olimpiya o'yinlariga ishtirokchisi. Demak, jamoaviy yo'nalishda ishlaganlar keyinchalik jamoani tayyorlaydi. Albatta. Yakkalik individuallar, chunki juda katta farqi bor, garchi bitta badiiy gimnastika bo'lsa-da. Bizda esa takroriy vaziyatlar, qadrli muxlislar, hamyurtlarimizning ishtirokidagi harakatlarni yana bir karra ko'rib bahramand bo'lishingiz mumkin. So now we are waiting for a score. And your attention to the screen because we have score of Team Mana bu bizga qo'yilayotgan ballar va 21-25 ikkinchi pog'onadan jo'rayapmiz. Hozircha 21-25 jarima yo'q, Jarima yo'q. Demak, juda ham silliq chiqib ketilgan. Maftuna Zoirovaning bugun tug'ilgan kuni ekan. Va butun maydon uni tug'ilgan kuni bilan tabriklayapti. Qadrli muxlislar, endi Germaniya terma jamoasi vakillari chiqib kelishadi. Germaniya terma jamoasi ham avvalgi bosqichlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yo'nalishda jamoaviy yo'nalishda medallarga ega bo'lishmagan. Mana germaniyaliklar ham, fransiyaliklar ham ko'proq, demak, individual yo'nalishga ko'proq e'tibor qaratishadi. Ha, albatta. Demak, hozir biz Germaniya terma jamoasini ishlarini tomosha qilamiz. Va kutilmagan holat bo'lar, har qalay medal olishar, har qalay umid, ishonch bilan kelishgan-ku. Aytib o'tganimizga yakkaliklarda ular ancha kuchli Olimpiya chempionlari bor. To'g'rimi? Germaniyada ham. Mana Daryani kuzatyapmiz-ku, Varfolomeevni. Va ular o'tgan yili 3-chi o'rinni egallashgan. Aynan Toshkentdagi musobaqada. Aynan Toshkentdagi musobaqada. Demak, bu safar qanday kuzatamiz?
Ancha qiziq dastur tayyorlashdi Germaniya terma jamoasi. Representing Germany. Aytish kerakki, jo'shqin, aynan shu harakat Niederlande mutanosiblik tanlashga harakat qilishdi. Ripken Anna-Maria Chateauguay, Emilia Vickert. Germaniya terma jamoasi to'g'ri ana shu tasmalarni qabul qilib olishda biroz uzilishlar kuzatildi, sun'iyliklar. Ha, albatta. Sunniylik o'zini sug'urta qilishga harakat qildi va juda ham katta qo'pol harakatlar, qo'pol xatolar qilishga harakat qilishdi. Qilmaslikcha. Harakat. Albatta bu yerda dastur ijrosida o'zlari ham mamnun menimcha, chunki Albatta murabbiylar ham mamnun. Murakkabligi ham ancha ekan. Ha. Dastur murakkabligi. Ladies and gentlemen, we are waiting for score of group team representing. Endi ballar qanday bo'ladi? Biz esa ularning albatta harakatlarini yana bir karra takroriy vaziyatlarni ko'rish imkoniyatiga egamiz. An'anaga muvofiq tarzda aytish kerakki, aynan mana shu musobaqa 50 dan ortiq davlatlarga ayni daqiqalar bevosita uzatilmoqda. 50 dan ortiq davlat badiiy gimnastika muxlislari kuzatib boryapti. Aynan Toshkentdagi poytaxtimizdagi musobaqani biz bilan birgalikda. Va aynan ana shu jarayonda hamyurtlarimizning yuqori natijalarni qo'lga kiritib borayotgani quvonarli. Chunki badiiy gimnastika 1984-yil yozgi Olimpiya o'yinlari dasturida o'rin olgan, muntazam ravishda aynan 4 yillik nufuzli musobaqasida bahs olib borilyapti. Demak, ballari Germaniya terma jamoasi 21 ball va 3-o'rindan joy olib turishdi. 935 jarima balliga. Biz Olimpiya o'yinlarining oltin medal sohibalarini kutib olamiz. Xitoy terma jamoasi. Xitoy terma jamoasi aytish kerakki, Bakuda aynan bundan sanoqli kunlar muqaddam o'tgan musobaqada ham ular birinchi o'ringa ega bo'lishgan edi. Aynan mana shu tasmada mashq bajarish bo'yicha xo'sh, ana shu daraja hamon saqlanib turibdi. Ularda birgalikda kuzatamiz. Har qalay aytib o'tganingiz Olimpiya chempionlari va harakatlar ham o'zgacha bo'lsa kerak bu safar ham.
gentlemen, Qoyil, menimcha juda ham chiroyli chiqish bo'ldi. Olympic Games Paris 2024. Xin Yinding, Mia Tingliu, Yang Zhubu, Lan Xingwang and Xin Yin Zhang. Terma jamoani Terma jamoa tarkibi tanishtirib aytib o'tildi. o'tildi. Ha. Demak, Azizaxon, menimcha men oddiy bir muxlis sifatida kuzatdim. Harakatlarda juda ham uziylik bor. Hatto mana shu lentalarni otib, tasmani otib qabul qilib olishda ham bir paytda qabul qilib olyapti. Demak, yuqoriga ko'tarilish balandligi ham bir xil. Albatta, bir xil. Juda katta mashaqqat evaziga erishiladi bunday. Albatta, va bunga tajriba ham bog'liq. Eslatib o'tamiz, 3 nafar sportchi Olimpiya o'yinlarining ishtirokchisi. G'olibi. Bilinib turibdi. Bilinib turibdi. Xatolar ham bo'ldi. Ba'zi nima deysiz? Ba'zi bir joylarda xatolar bo'ldi. Tasmani qo'lga yaxlab usha olishmadi va bunga albatta jarima bor, endi hech gap emas. Va hozir hakamlarning javobini kutamiz va natijalarni ko'ramiz. Hozirda takroriy lavha. Albatta hakamlarimiz sinchkov mutaxassislar, barchasiga o'z baholarini, munosabatlarini ballar orqali bildirishadi. Biz esa yana bir karra bahramand bo'lishimiz mumkin. Olimpiya o'yinlari harakatlaridan. Hayajonda 24.55 ball va ular birinchi o'rinda. 3 yo'nalish bo'yicha ballar e'lon qilindi. Va ular kutilganidek birinchi o'rindan joy olishmoqda. Demak, bizda qolgan terma jamoalar o'z kuchlarini davom etmoqda. Bu hozirda Polsha terma jamoasi. Polshaliklar o'tgan safiyadagi musobaqada 3-chi o'rinni olishgan 2225 ball bilan. Ikkinchi bosqichda esa bunday muvaffaqiyatga erisha olmagan, aynan bu yo'nalishda. Balki yanada tayyorgarlikni mukammallashtirgandir, kuzatamiz. Har qalay sovrinli o'rin uchun kurashda imkoniyati bor bularni ham. Hozircha birinchi Xitoy, Qozog'iston, 3-chi pog'onada O'zbekiston.
Polsha terma jamoasi qizlarining chiqishini ko'rdik. Ladies and gentlemen, Endi tarkib albatta Poland. tanishtirib o'tiladi. Maria Asklar, Vesna Pietrzak, Matoka Przybylska, Magdalena Swieszczuk, Melody Wasiewicz-Hans and Yulia Woskiewicz-Owska. Dar haqiqat ushbu terma jamoa tarkibidan o'rin olgan qizlar 19 va 16 yoshli qizlardan iborat. 2 nafari hatto 16 yoshda. Aytish kerakki, avvalgi bosqichda mana medalga ega bo'lishgan, aynan mana shu yo'nalishda birinchi bosqichda bu safar ham tayyorgarligi yaxshi ekanligini ko'rdik, lekin ayrim harakatlarda uzuylik, ba'zi holatlarda uzilib qolishlarni Ayrim bir xatolar ham sezildi albatta. Polsha terma jamoasi yosh sportchilardan iborat. Bu 2009, 2008 va 2006 yillar sportchilar juda ham iste'dodli va tajribali sportchilar desa ham bo'ladi, chunki oxirgi sportchilardan biri kuchlilar safiga kirgan ham va o'tgan yildagi Toshkentda bo'lib o'tgan Jahon kubogida ham o'rin olishgan. Undan tashqari Yevropa chempionatida ham biroz boshqa yo'nalishlar, ana shu kaptok va tasmada mashq bajarish bo'yicha bronza medalga ega bo'lishgan ekan. Yevropada raqobat ayniqsa juda ham katta ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, jamoaviy chiqishlarda albatta aynan Jahon kubogining birinchi bosqichida 3-o'rinni qo'lga kiritishi oson emasligini bejiz emasligini ko'rsatyapti va aynan Jahon kubogining mana shu 4 ta bosqichi ham juda keskin raqobat ostida o'tishini bildiradi va aynan ana shunday jarayonda hamyurtlarimizning ham tez ana shu jamoaviy yo'nalishlarda yuqori natijalarga, kuchli uchlikdan o'rin olib borayotgani albatta bizni barchamizni quvontiradi. Hozir esa takroriy vaziyatlarni ko'ryapsiz. Birozdan so'ng aynan mana shu sportchilarning, hayajonda o'tirgan sportchilarning ballarini birgalikda bilib olamiz. Zero hakamlar tomonidan baholash jarayoni ketyapti. Mana ballari ularning artistizm, murakkablik, ijro 23 ballga baholandi. Ular ikkinchi o'ringa ko'tarilib Bu ikkinchi o'rin, eslatib o'tamiz, O'zbekiston terma jamoasi hozirda 4-o'rinda. Demak, hozircha O'zbekiston terma jamoasi 4-pog'onaga tushmoqda onlayn tarzda. Meksika vakillari esa chiqishga tayyor. Mana ular Osiyo, Yevropa va albatta Shimoliy Amerika qit'asining yagona vakillari ushbu Jahon kubogida ishtirok etishmoqda. Demak, Meksika terma jamoasiga omad. Biz tomosha qilamiz.
also sport group team Meksika terma jamoasi Mexico. ko'zga tashlanadigan bir nechta xatolar bo'lib o'tdi va bundan eng qo'pol bo'lgan xato va bu tasma chetdan chiqib ketgani, gilamdan chiqib ketgani. Gilamdan chiqib ketgani bu albatta jiddiy jarimaga sabab bo'ladi. Jiddiy jarimaga sabab, albatta hakamlar ham qizil bayroqni ko'tardi. Demak, bu albatta medal uchun kurashdan chiqib ketishiga jiddiy sabab bo'ladi. Qolaversa, dastur u qadar murakkab emasda, tan olishimiz kerak, to'g'rimi? Albatta. Qolaversa, bundan avvalgi natijalarga ham e'tibor beradigan bo'lsak, Jahon Kubogidan meksikaliklarning aynan bu jamoaviy yo'nalishlarda katta natijalarga ega bo'lmaganligini ko'ramiz. Ha, men nazarimda Meksika terma jamoasi endigina o'z faoliyatini, badiiy gimnastikani kuchaytirish bosqichida, ha, endigina shuni boshlashyapti. Albatta. Men nazarimda hammasi oldinda, chunki sportchilar juda ham yoshlardan biri va bitta sportchi faqatgina 1998-yilda tug'ilgan. Qolganlari yosh ham. Demak, ularga qo'yiladigan ballarni ham bilib olamiz. Albatta, sportchilar umidvor yuqori natijalardan, tabiiy bu har qanday terma jamoada bo'ladigan holat. Albatta. Chunki mehnat qilishdi, intilishdi, endi uning samarasi qanday bo'lar ekan deb bizlar ham kutib turibdi. Albatta, xatolarni tushuntirib bormoqda murabbiy. Hozirdan ko'rdik, sportchilarni ishtirok uchun tabriklagan holda o'z o'rnida xatolarni ham aytib o'tayotganligini ko'rdik. Qolganlarni esa albatta mutaxassislar o'zlari bayon etishadi. Mana xatoliklar bitta emas, ikkita tasma uchib ketdi. Yaqqol, ha? Yaqqol, ha. Bu ana shunday holatlar tabiiy ta'sir qilmasdan qolmaydi sportchilarning harakatiga. 2,5 daqiqa qolaversa, ancha uzoq badiiy gimnastikada jamoaviy yo'nalish 2,5 daqiqa davom etadi, individualdan farqli ravishda. Hakamlarimiz ancha uzoq munozara qilyapti shekilli. Ha. Hozir natijalarni ko'ramiz. And your attention to the screen because group team of Mexico score is 16.45. 600dan 45 ball va ular 7-chi pog'onadan joylashmoqda. Ba'zi xatolar yig'ilib natijaga salbiy ta'sir qildi. Endi esa biz Qirg'iz Respublikasi vakillarini kutib olamiz. 8-chi bo'lib aynan ular maydonga kirib kelishmoqda. Ha, eslatib o'tamiz, bu jamoaviy chiqishlardan so'ng bizda taqdirlash marosimi bo'lib o'tadi va undan so'ng biz bulava individual yo'nalishlarda sportchilarni kutamiz.
chover, arrasta, mãozinha na cintura, quero ver você dançar. Todo mundo vai cantando, o coração acelerando, dançando e rebolando sem parar. É tropical, samba do Brasil, sensacional, samba do Brasil, é mundial, samba do Brasil, fenomenal, samba do have arrived, it's the place, no more doubts, the time is coming, down here we play, like we dance, it's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth, but babe, can you feel it? La 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 la. I dare you. Lego. Lego. Demak, Qirg'iz Respublikasi jamoasini kuzatdik. Hozir tarkib tanishtirib o'tiriladi. Amina Abdurrahmanova, Riyada Kelioti, Saadat Kulmatova, Maya Markelova, Cholpon Shailbekova, and Aylun Suyerkulova. Aytish kerakki, azizxon, rivojlanish bosqichida, dastlabki bosqichlarda va bir nechta xatolar ko'zga tashlandi, aytib o'tganingizdek, va chetdan, ya'ni gilamdan chiqib ketish jarayoni ham bo'ldi. Menga afsus. Hatto lenta boshqalarda almashtirilmagan edi. Bular majbur bo'ldi shunga. Majbur bo'ldi. Meni nazarimda musiqa tezroq unga yetib olaman deb xatolarga yo'l qo'ygandek bo'ldi. Xatolarga yo'l qo'yishdi, ha. Va jarimadagi lentani, ya'ni tasmani olgan sababi o'ziniki bog'lanib qoldi va yecha olmagani sabab almashtirishga majbur bo'ldi. Bu yaxshi bo'ldi almashtirgani, chunki boya aytib o'tganimdek, almashtirmaganda va davom etishganda bu bog'langan holatda har bitta elementdan, har bitta otishdan yechib borilardi. Albatta bu yig'ilib katta jarimaga sabab bo'ldi va 13-15 pog'onadan joy olmoqda qo'shni Qirg'iz Respublikasi badiiy gimnastika terma jamoasi. Qadrli muxlislar, demak siz bilan birgalikda jamoaviy yo'nalish bo'yicha bahslarda ishtirok etgan terma jamoalarni kuzatdik va bu borada Xitoy terma jamoasi vakillari 2455 ball bilan birinchi, polshaliklar 23 ball bilan ikkinchi, qozog'istonliklar 2220 ball bilan uchinchi bronza medaliga ega bo'ladigan bo'ldi. Bu borada O'zbekiston terma jamoasi kichik ochko farq bilan 4-o'rindan joy oldi, 2125 ball. Germaniyaliklar 21 ball va ular 5-pog'onada. Fransuzlar 1795 bilan 6-chi, Meksika terma jamoasi 7-chi va Qirg'iz Respublikasi vakillari 1315 ball bilan 8-pog'onadan o'rin olishdi. Azizxon, menimcha bu raqobat juda ham keskin ketdi. Bu jarayonda ham aynan tasmada mashq bajarish bo'yicha aynan jamoaviy ishlarda juda ham og'ir bo'ldi, juda ham bosim bo'ldi har bitta jamoaga va raqobat ham yuqori darajada bo'ldi deb o'ylayman. Chunki birinchi kunga solishtiradigan bo'lsak, birinchi kun davomida Xitoy terma jamoasi ikkita yo'qotish bilan 4-o'rinda edi va shu sabab bizni sportchilar, bizni terma jamoa oldinga, ya'ni yuqori darajaga chiqqan edi va bugun bunaqa yo'qotishlar hech kimda bo'lmadi va shu sabab bizni sportchilar pastroq o'rinda desa ham bo'ladi. Mana shu Olimpiya o'yinlarining amaldagi chempionlari Xitoy terma jamoasi ishtirok etishi, aynan mana shu tarkibdan 3 nafar Olimpiya o'yinlarining g'olibasi borligi,
Bu ham mana shu raqobatni yanada keskin bo'lishini ta'minlaydi. Qolaversa mana ko'ryapmiz, Germaniya, Fransiya vakillari ana shu jarayonda nisbatan hamyurtlarimizdan pastroqda qolish ham O'zbekiston terma jamoasining bu jarayonga ham, bu yo'nalishga ham yaxshi tayyorgarlik bilan kelganligini ko'rsatyapti. Yomon emas, mana 22-20 ball bilan qozog'istonliklar 3-o'rinni qo'lga kiritgan bo'lsa, bizda 21-25 ball kichik ochko farq bilan 4-o'rindan joy oldik. Albatta, sovrindorlar safida bu yo'nalishda ham bo'lishimizga ozgina omad yetishmadi. Ha, yetmadi. Ozgina omad yetishmadi, balki ana shu mezbonlik mas'uliyatidir. Har qalay mezbonlik mas'uliyati katta-ku, medal uchun kurishyapmiz. Qolaversa mana Polsha terma jamoasi ham mana avvalgi bosqichda 3-o'rinda bo'lishgan edi. Birinchi bosqichda bu safar ham ana shu 3-o'rindan joy olishmoqda. Umuman aytadigan bo'lsak, barcha yurt vakillari ushbu bosqichga, ushbu yo'nalishga juda katta tayyorgarlik bilan kelganligini yana bir karra isbotlashdi va ana shu jarayonda hamyurtlarimizning munosib ishtirok etganligini albatta quvonch bilan, faxr bilan ta'kidlaymiz. Hali yo'nalishlar bor, hali medallar uchun kurash davom etadi. Zero birinchi kunning o'zida biz ikkita medalga ega bo'lgan edik, yakkalik va jamoaviy yo'nalishlarda va bugun ham ana shu jarayon davom eta boshlagani, kunning birinchi kunida amalga oshgani albatta quvonarli. Birozdan so'ng esa boshqa bir yo'nalish bo'yicha taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tadi. Zero bugun eng mana shu Jahon Kubogining kulminatsion nuqtasi desak to'g'ri bo'ladi. Ha. Barcha yo'nalishlarda bizda esa bir nechta hozir o'zida medallar qo'lga kiritiladi va bu Ikramova Taxmina va Anastasiya Starantsevaga bo'lgan tegishli bo'lgan medallar bo'ladi. Albatta, taxminani-ku yaxshi bilamiz. Ikromovani doimiy medallar uchun kurashgan va bu borda Sarantseva ham mahorat bilan, shijoat bilan ana shu jarayonga qo'shila olganligi bizni juda ham quvontiryapti. Hozir esa mana umumiy mana biroz avval yakuniga yetgan musobaqadagi natijalar, umumiy natijalar ekraningizda namoyon bo'ldi. Yana bir karra o'zingiz ko'rib guvohiga aylanishingiz mumkin. Shu o'rinda aytish kerakki, mana shu Bakuda bo'lgan musobaqada taxmini Ikromova to'plam mashq bajarish bo'yicha 3-chi bo'lgan edi. Shuningdek, tasmada mashq bajarish bo'yicha ham bronza medalga ega bo'lgan edi. Qolaversa, jamoaviy yo'nalishlarda ham O'zbekiston terma jamoasi yaxshi natijalarga ega bo'lgan. Undan avvalgi Safiyadagi musobaqada ham taxminan ana shu yuqori natijalarga ega bo'lganligini ko'ryapmiz. Aytishimiz mumkin, mana to'plam mashq bajarish bo'yicha Safiyadagi ana shu birinchi bosqichda, Safiya shahridagi birinchi bosqichda 27-15 ball bilan taxminiy Ikromova bronza medalni qo'lga kiritgan. Bulovada ikkinchi bo'lgan. Ukraina vakili birinchi bo'lgan bo'lsa, o'zbekistonlik ikkinchi va musobaqa mezboni Yeva Berzaliyeva ana shu bosqichda taxminadan biroz ortda qolgan ekan. Demak, taxmini O'zbekistonda bo'lgan musobaqadan ham yana xuddi o'tgan yildagi kabi yanada yuqori natijalarni qo'lga kiritmoqda va ana shu medal uchun kurashda hozirgina ta'kidlaganimiz yosh yana bir iste'dodli sportchimiz qo'shilganligi bizni albatta quvontiradi. Albatta. Eslatib o'tamiz, hozir bizda taqdirlash marosimi bo'lib o'tadi va taqdirlash marosimida bizda final bosqichi bo'yicha taqdirlash marosimi bo'ladi. Ya'ni halqa, to'p, individual ishlardan va jamoaviy ishlar. Albatta, ana shu jarayon